Bu yoqilg'i quyish shoxobchasining birinchi ko'rinishi edi. Yoqilg'i quyish uchun maxsus tutqichni qo'lda aylantirib, nasos orqali yoqilg'ini chiqarish kerak bo'lardi. Hech qanday o'lchov uskunalari bo'lmagan. Shuning uchun mijozlar ularga qancha benzin quyilganini bilishmasdi. Keyinchalik yoqilg'i shoxobchasining ikkinchi avlod modeli paydo bo'ldi. Unda yoqilg'i avval shaffof shisha kolbaga quyilardi, mijoz esa ko'z bilan hajmini ko'rardi. So'ngra maxsus klapan ochilganda benzin avtomobilning bakiga oqib tushardi. Biroq bu usulning kamchiligi shunda ediki, hajmi kichik bo'lgan bir necha mashinaga xizmat qilgandan keyin benzin tugab qolardi. 1913-yilda esa birinchi zamonaviy yoqilg'i shoxobchasi paydo bo'ldi. Yoqilg'i yer ostidagi katta tanklarda saqlanardi. Yer ustida esa 6 ta ustun o'rnatilgan edi. Bu tizim yoqilg'i shoxobchani samaradorligini oshirdi va navbatlarni qisqartirdi. Ammo yana bir yangi xavf yuzaga keldi. Benzin kerosinlik yonilg'ilarga qaraganda uchuvchanroq bo'lib, doimiy ravishda yonuvchi bug'larni chiqaradi. Agar bu bug'lar to'planib uchqun bilan to'qnashsa, portlash yuz berishi mumkin. Bugungi kunda bu muammo hal qilingan. Hozirgi vaqtda yoqilg'i tashuvchi avtomobillar bakni atigi 95% gacha to'ldiradi. Ya'ni bug'lar uchun bo'sh joy qoldiriladi. Shu bilan birga bug'lar maxsus klapan orqali chiqariladi va sovitiladi. Natijada ular yana suyuq yoqilg'iga aylanadi va qayta ishlatiladi. Bu usul nafaqat xavfsiz, balki iqtisodiy jihatdan foydalidir. Biz sizga foydali ma'lumotlarni ulashda davom etamiz. Siz bo'lsa bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'ling.